Assalomu alaykum. Navbatdagi so'rimiz Toshkent viloyatiga kelib o'rnagan. Bu so'rimizni razmerlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, razmeri mana bunaqasi 4 metr, bunaqasi 3 metr razmerda. Yerdan balandligi 270 balandlikda qilib yasab berildi. Bu so'rimizni materiallar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, materiallari 8x8 1,5 qalinlikda bo'ladi. So'naydigan joylari 6 ga 4 1,5 qalinlikda, taglari 8 ga 4 1,5 qalinlikda ishlatib qilib berganmiz. Bu so'rimizni общий materiallari 1,5 qalinlikda bo'lgan. Mana bu joylariga haytiq qilib gullarni to'qib, o'rtalariga shershavr listlarni ishlatib qilib berganmiz. Bu so'rimizni mana bu joylariga vibralarni aylantirganmiz. Bu so'rimizni razmeri, razmer deyman, kraskasi mokriy asfaltda glansiy qilib sochib berganmiz. Pol taxtalarigacha o'sha lazerni uslubda qilingan. Operator bitta ko'rsatib o'tsangiz, pol taxtalarini ham o'sha polni tekislab ustida mana bunaqa gullarni chizib berganmiz. Tomlarigacha polni bitkazib berganmiz. Tomlari ham o'sha uslubni yaxshi materiallardan qilingan. Tomlariga o'sha mana sliflarni vodostoykalarigacha qo'yib, polni bitkazib berganmiz. Tepalariga ham alohida gullarni berganmiz. Bu so'rimizda общий narxi 18 million so'm bo'ladi. Agar Toshkentdan bo'lsangiz, dastavkasi ham ichida bo'ladi. Agar boshqa viloyatdan bo'lsangiz, dastavka qo'shilib qolishi mumkin. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.